Three, two, one. Yeah. Assalamu alaikum, aziz Sharqiy Turkistonlik vatandaşlar. Sizlarga hozir Birleşken Devletler Teşkilatı'nın içinden bir ma'lumot bermoqchi. Mana bu ko'ryapsizlar. Xitoy hukumatining Birleşken Devletler Teşkilatı'nın içinde o'tkazayotgan resim ko'rgazmasi bizning bir qancha oylardan buyon ciddi tayyorlik qilayotgan Xitoyning kishilik huquq vaziyatini Birleşken Devletler Teşkilatı tarafidan umumyuzlik ko'zdan kechirish vaqti yaqinlab kelyapti. Bir qancha oydan bilan dunyoning hamma yerdagi Uyg'ur jamoatchiligi, Sharq Turkistonliklar Birleşken Devletler Teşkilatı'nın oldida Xitoyni so'roqqa tortayotgan kunsi keng ko'lamli namoyish uchun tayyorliklarni qilayotgan bu vatandaşlarımızdan oldi Cenev'e yetib keldi. Biz mi şu 4-5 günden buyon o'tgan payshanba kundan boshlab eng oxirgi tayyorliklarimizni bitirish uchun Cenev'e yetib kelgan. Cuma kunsi Ceneve munbiri deydigan bir yig'inda Sharq Turkistonning navbatgi vaziyatlari haqida, kishilik huquq vaziyati haqida umumyuzlik bir yig'in bo'lib o'tdi. Bugun Birleşken Devletler Teşkilatı'nın içinde hem Tibet Sürgün Hükümeti, Dünya Uyg'ur Qurultayı ve başka Qatar Aski Milletler Teşkilatlarının birle o'rinlashtirishi bilan Uyg'urlarning, Tibetliklarning kishilik huquq vaziyati haqida yana bir qator doklad berish yig'ini bo'lib o'tdi ve qiziqarli yeri Xitoy hukumati maxsus 8-10 tashkilotni akilib, ichida bir Uyg'urim bor, 2 tane Tibetlik bor, bu yerda bir yig'in o'tkazdi. Biz savol so'raysak, savol so'rash huquqimizni bermadi. Demak, bu yerda Xitoy hukumati yana o'zining qanday bir hokimiyat bo'lganligini yana bir qatim jakalagan bo'ldi. Demak, Xitoy hukumati Sharq Turkistonda yapayotgan bu besimlarni, Tibetda yapayotgan bu besimlarni ve Xitoyning o'zida yapayotgan besimlarni pardozlash uchun shunday rasmlar bilan bu yerda ko'rgazib qilib, xalqning ko'zini oldirmoqchi bo'libdi. Ama bunun qaramay dünyanın hem yerden, her qaysi devletlerden Xudoyim bursa ete Xitoydakining bu bulapmı Sharq Turkistondagi bu jazo lager meselesi mühim bir mesele bulup kun tartib kelib deb o'ylaymiz. Ete mushu binanın sırtida neçe minglagan Sharq Turkistonliklar, Uyg'urlar, Qozoqlar ve Tibetliklar, Tayvanliklar, hatta Vyetnamliklarning qatnashgan neçe ming kishi mishada Xitoy hukumatining bosqinchi siyosatga qarshi zo'r ko'lamda bir ovozimizni chiqarib namoyishimizni olib boramiz. Bir qancha oydan buyon tayyorlik qilayotgan, hayajon bilan kutayotgan bu minutlar yaqinlab kelyapti. Shuningga eng oxirgi qatim sizlarga Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ichidan bu xabarni berishni uygun ko'rdik. Rahmat sizlarga.